Yangi o'yinga start beraman. Kommentariyada xohlagancha minus belgisini qoldirib qo'yib, videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yib, qo'limdagi pullardan biriga ega chiqing. Shu uchastkamiz sotiladi. Kirishimiz bilan bemalol kengina 4 metrli mashina yo'li uchun yo'l bor va 3 sotik qiymatda. Mana shu to'g'rida ham eshik bo'ladi. 3 sotik qiymatda. Uchastkalarning narxi $25,000 dan окончательный. Chiroyli qilib tayyor holatga olib kelib qo'yganmiz. Kadastr hujjatlari bor. Soqansangizlar, nomlaringga qarshilatib o'tkazib beramiz. Bemalol ikkita farzandlar uchun bu joyda joy qilib bersalaringiz ham bo'ladi. Ikkita qo'shni bo'ladi, chiroyli, to'rt burchak qilib, go'zal qilib tayyorlab qo'yganmiz. Qiziq tomoni yo'lni betida azonlar eshitilib turadi. Kimda kimga zarur bo'lsa, ekranda raqamlar bor, bizga bog'lansalar, sirasi tavsiyalatib yuboramiz. Tinch mahalladan uchastka qarayotganlar uchun ayni muddao. Oldi hududida taxminan 4 sotik joyi bor. Bisetkalar uchun, gulzorlar uchun chiroyli joylarda qo'ysalar bo'ladi. 7 xona pishig'ishda binosi ham bor. Darvozaxonamiz. Xullas, romlarni qilasizlar, pollarni qilasizlar, tayyor uchastkani o'ta go'zal holat. 4 sotik yer maydoni bor. Kadastr hujjatlari tayyor. Shunday soqani sanaysizlar, dokumentlar shunday nomlarini o'tkazib beramiz. Bu joyning narxi $50,000. Kimda kimga zarurat bo'lsa, bemalol bizga ekrandagi raqamlar orqali bog'lansa, oldi sotdi notariusga qo'yib Hududimiz Yormazor hududida, Jome masjidining yonida. Azonlar har kuni 5 mahal eshitilib turadi. Qani ketdi. Eslatib o'taman, g'olibning uchastkamiz sotilgan kuni yo'q, aniqlab olamiz.